Hop, recording ketdi. Hop, multi-level speaking part 1-2. Part 1-2da qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Sizdan talab qilinadigan narsa compare to pictures. Ya'ni sizga ikkita rasm beriladi, mana bunga o'xshash va siz bu rasmlarni tasvirlashingiz kerak. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, birinchi rasmda bitta qizimiz nimada samolyotda sayohat qilyapti va bitta bola ikkinchi rasmda train, ya'ni poyezdda sayohat qilyapti. O'z-o'zidan siz mavzuni tushunishingiz kerakki, umumiy mavzu demak traveling haqida ekan degan narsa. Part 1-2da sizga mana shu ikkita rasmda berishadi. Undan keyin 2 yoki 3ta follow up question, ya'ni mana shu rasmga aloqador, ya'ni traveling bo'lgandan keyin mavzu travelingga aloqador 2 yoki 3ta savol berishadi. Mana shu savollarga javob berib berasiz. Ularga 30 sekunddan gapirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi preparation nima deydigan bo'lsak, preparation bu odatda sizga 15 sekund vaqt beradi. Mana shu nimani qilgani, ya'ni compare what do you see in these pictures degan savol bergandan keyin 15 sekund vaqt beradi describing picture'ga. Ya'ni mana shu tayyorlanib olishingiz uchun, ya'ni nimani ko'ryapsiz, qanaqa bo'ladi, mavzu nima o'zi deganingiz deyishni anglab olish uchun. Va mana shu 15 sekunddan keyin siz bu rasmlarni 45 sekund davomida tasvirlab turishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 45 sekundda qanday gapirish kerak, mana shunga e'tibor qaratamiz bugun. Xuddi o'sha kechagi o'tgan mavzumizga o'xshab, ya'ni 30 sekund qanaqa gapirib turish mumkin, nimadan keyin nimani gapirish kerak, nima qilish kerak, hammasini. Hop, endi keyingi follow up questionlarimizga 2 yoki 3 ta beriladigan savollarga sizga 5 sekund xuddi part 1dagiga o'xshab kecha o'tgan mavzumizdaqa bo'ladi. Mabodo kecha o'tgan mavzumizni kimdir ko'rmagan bo'lsa, YouTube'ga kirib, o'sha kanalimizni qidirib, grammar guru deb ko'rib olsalaring bo'ladi. Hop, joylab qo'yganmiz mana. Speaking idea generation degan nimamiz 52 minut oldin joylabmiz. Ya'ni kechagi mavzuni bugun joylaymiz o'z-o'zidan. Mana ko'rishlaring mumkin, kirib ko'rib, o'sha o'zlaringni tushunmagan joylaringni qolishlaring mumkin, ya'ni boshqatdan yana o'rganishlaring mumkin. Hop, endi what do you see in these pictures degandan keyin siz 45 sekund davomida gapirib turasiz ekan. Bugungi o'tadigan mavzumiz mana shu 45 sekundda qanaqa gapirib turish mumkin. Bu rasmlarni qanaqa tasvirlaymiz, qanaqa holatda bo'ladi, hammasini noldan o'rgatib beraman sizlarga. Xo'sh, useful structure for 45 seconds. Ya'ni rasmlarda 45 sekund tasvirlab turish uchun useful, ya'ni foydali struktura. Birinchi qiladigan ishimiz picture 1. Ya'ni bizga berilgan mana bu qizni tasvirlaymiz. Picture 1 da nima beriladigan bo'lsa, o'shani tasvirlaymiz. Undan keyin picture 2, ya'ni ikkinchi rasmda tasvirlashimiz kerak bo'ladi va ikkala rasmlar orasidagi similarities, differences, ya'ni bir-biriga o'xshash yoki har xil joylarini tasvirlashingiz kerak. Undan keyin personal opinion berasiz va short conclusion chaqib qo'yasiz. Va har bitta nimani boshlashda o'zini strukturalarini ko'rsatib chiqdim. Mana bittasiz in the first picture we can see, okay, in the first picture a person is traveling by plane which is faster and more comfortable for a long distance. A person o'rniga gyol deb aytishingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Hammasini bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Endi ikkinchisida in the second picture, ya'ni ikkinchi rasmda deb turib tasvirlayapmiz. Ikkinchi rasmda mana bunaqa bitta bola, ya'ni poyezd orqali sayohat qilyapti. Qaysiki endi poyezdda qani sayohat qilishdi, ozgina o'zingizni adjektivlarni sifatlab qo'yasiz. Both pictures show but, ya'ni ikkala rasm ham bunaqa qiladi, ammo degan narsa hozir bu nimaligini dars davomida tushuntirib ketaman va o'zingizni fikringizni beryapsiz. Ya'ni personal opinionga personally I think nimadir because ketdi. Ya'ni siz o'zingizni fikringiz samolyotda sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi? Siz afzal ko'rasizmi yo bo'lmasam poyezdda? Mana shu narsani bemalol aytib nima berishingiz mumkin. Va oxirgi nimamizda overall I would prefer nimadir since. Ag'ini endi hozir ko'rsatib beraman sizlarga birma-bir. Xo'p, bitta narsani bilib olishimiz kerak. Siz hech qachon birdaniga 45 sekundga chiqa olmasligingiz mumkin. Ya'ni 30 sekund bo'lib qolishi mumkin, 35 sekund boshqa bo'lib qolishi mumkin, ammo buni rivojlantirsa bo'ladi. Qanaqa rivojlantiramiz? Hozir mana shu narsalarni sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p,
Demak, rivojlantirish. Birinchi, ya'ni qadamma-qadam chiqib ketamiz. Basic version, ya'ni siz boshlagan paytingizda siz aytishingiz mumkin. In the first picture, a person is traveling by plane, which is faster and more comfortable for long distances. Ya'ni birinchi rasmda bir inson plane, ya'ni samolyot orqali sayohat qilyapti, qaysiki tez hamda qulay bo'lgan uzoq distansiyalar uchun, ya'ni uzoq manzillar uchun. Endi aytyapmiz, ikkinchi pictureda bitta bala poyezdda sayohat qilib turadi. In the second picture, someone is traveling by train, which is slower but more relaxing because you can enjoy the view. Ya'ni ikkinchi rasmda kimdir, ya'ni bitta bala train, ya'ni poyezd orqali sayohat qilyapti, qaysiki biroz slow, ya'ni sekin bo'lishi mumkin, ammo relaxing bo'lgan, ya'ni dam oldiradigan darajada bo'lgan. Chunki siz o'sha nimada ketib turgan poyezd o'tgan joylarda bemalol ko'rishingiz mumkin degan narsani aytyapti. Ya'ni o'sha yerdagi ko'rinishlarda enjoy qilasiz. Va uchinchi fikringiz bo'lishi mumkin. Personally, I prefer traveling by train because it's less stressful and you can really enjoy the journey. Ya'ni o'zini fikrini aytyapti. Uchinchi o'rinda personally, ya'ni meni shaxsiy fikrimcha, men trainda, ya'ni poyezdda sayohat qilishni afzal ko'raman, chunki u stressful emas va shu bilan birgalikda siz journeydan, sayohatdan mazza qilib dam olib ketishingiz mumkin deyapti samolyotga qaraganda. Endi ko'rganingizda mana shu narsani gapiradigan bo'lsangiz, taxminan 20 sekund, 25 sekund, 30 sekundga bormasa kerak, 25 sekund atrofida bo'ladi. Endi 25 sekund biz gapirishimiz kerakmi? Yo'q, 45 sekund gapirishimiz kerak. Endi nima qilishimiz kerak? Bunga yana ham nimaroq qilish uchun, ya'ni nima deydi, kuchliroq, baquvvatroq qilishimiz uchun speakingimizni connector qo'shishimiz kerak. Connector nima edi bu? Linking wordlar, ya'ni bir-biriga bog'lovchilar qo'shishimiz kerak. Bular however, whereas, while, in contrast, both, but degan narsalar. Endi connector qo'shilgan, xuddi tepadagi nimamiz, ammo connector qo'shilgani, ya'ni bir-biriga bog'lovchilar qo'shilganini ko'ramiz. In the first picture, a person is traveling by plane, which is usually faster and more comfortable for long distances. However, in the second picture, someone is traveling by train, which is slower but more relaxing because you can enjoy the view. Ya'ni ko'rganingizdek, however deb ishlatyapmiz, but deb ishlatyapmiz, o'zi connectorlar qo'shilyapti. Both pictures show people traveling. Ya'ni ikkala rasm ham odamlarda sayohat qilib turganini ko'rsatadi. But the experiences are different. Ammo atdagi tajriba, olinadigan hissiyotlar juda ham boshqacha bo'ladi. Personally, I prefer traveling by train because it's less stressful and you can really enjoy the journey degan narsani aytamiz. Endi batda uchinchi qo'shadigan narsamiz example yoki supporting detail bo'lishi kerak. Supporting detail o'z-o'zidan example'lar kiradi. Hop, bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Siz har bir narsani support yoki example berib turgan paytingizda tasavvur qilingki, siz xuddi o'sha nimadasiz, holatdasiz. Qanaqa his qilgan bo'lar edingiz? Mana shu narsani his qiladigan bo'lsangiz, bemalol example'lar ham, supporting detallarni hammasi chiqaradi. Endi support detail yoki nimamiz, example'imiz qanaqa? The plane is a great option when people need to travel abroad or save time for business or holidays. Ya'ni nimamiz, plane'imiz, samolyot eng zo'r tanlov bo'ladi qachonki odamlar dam olish yoki bo'lmasam biznes uchun vaqtni tejab chet elga borib kelishni xohlaydigan bo'lsalar. The train on the other hand, on the other hand deyapmiz, juda ham kuchli narsa bu ham, yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Boshqa tarafdan ham qaraydigan bo'lsak, poyezd is perfect for short trips. Ya'ni o'sha qisqa nimalar uchun, sayohatchilar uchun juda ham ajoyib bo'ladi. Inside the country where you can see nature and small towns. Ya'ni biror bir mamlakat ichida qayergadir bormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, train juda ham ajoyib bo'ladi. Boshqa tarafdan ham qaraydigan bo'lsak, qaysiki siz o'sha nature, ya'ni tabiatni yoki bo'lmasam kichik shaharlarni o'sha sayohat davomida tomosha qila oladigan variant deyapti. Ya'ni bu example bo'lyapti, example qo'shyapmiz. Endi feeling and mini conclusion, ya'ni strong ending degan narsani qo'shyapmiz bu yerda. Mana
Mini conclusion yoki o'zingizni feelingiz, ya'ni o'zingizni fikringiz. Personally, I would choose a train because I feel calmer when I can see the landscape and talk with my friends. Ya'ni personally degani agar shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, man trainni afzal ko'raman. Sababi men o'zimni calmer, ya'ni sokinroq his qilaman samolyot nimada trainga ketib turgan paytimda, ya'ni qachonki nimalarda yerda ko'rib turadigan bo'lsam, ertaga nimalarda va o'zimni do'stlarim bilan gaplashib ketsam. O'zidan siz samolyotda gaplashib keta olmaysiz, hamma jim ketish kerak, ammo nimada trainda bemalol gaplashib uzoq muddatga bo'lgani uchun xohlagan do'stingiz bilan gaplashib ketishingiz imkoniyatingiz bo'ladi. Overall, it's not only cheaper, ya'ni fikrini beryapti. Mini conclusion chaqilib. Overall, it's not only cheaper, but also more enjoyable than flying. Ya'ni mana shu oz kichkinagina fikrchamizda biz qaysi tarafda afzal ko'rishimizni aytib qo'yapmiz. Ya'ni faqatgina arzon emas va shu bilan birgalikda more enjoyable, ya'ni siz mazza qiladigan darajada bo'ladi poyezdda sayohat qilish. Degani mana bittagi trainga nima bo'lyapti? Poyezdda sayohat qilishga than flying, ya'ni uchib sayohat qilishdan ko'ra. Xuddi mana shunaqa qilib siz rivojlantirib borishingiz mumkin. Basic version boshida shunaqa gapirasiz. Hech qachon nima qo'rqmangki, tayyorlanib turgan paytingizda oddiy sodda gapirib qo'yadigan bo'lsangiz, vaqt ketmay qoladigan bo'lsa, tayyorlanish, ya'ni practice orqali bemalol rivojlantirsangiz bo'ladi. Connector qo'shyapsiz, ya'ni however, whereas, while, in contrast degan narsalarimizni supporting detail qo'shyapsiz, ya'ni example beryapsiz va oxirida o'zingizni fikringiz va mini conclusioncha qilib qo'yapsiz. Bularda shunchaki yodlab oladigan joyi mana bu. Ya'ni mana bu narsani yodlab olish kerak xolos. Qolgani hammasi umuman bekor. Sizga aynan nimadirda ko'rsatib turib, mana davay mana bitta o'zgartirasiz, ko'rsatishi mumkin. Mana bu yerda o'zgartirasizda mavzuni, mana bu yerda o'zgartirasiz mavzuni, mana bu yerda mavzuni o'zgartirasiz, bo'ldi. Mana shu qolganini yodlab olasiz, bo'ldi. Yo'q, bu narsa speaking emas bu. Ya'ni siz faqatgina bilib olingki, speakingda ingliz tilini mana shu nima deydi? Shablon yodlab olish uchun o'rganganingiz yo'q. Shablonsiz o'rganish kerak. Writingni ham hamma narsani. Ammo nimadan keyin nima gapirish bu shablon emas bu. Bu sizga yo'nalishda ko'rsatib beradigan narsa. Nima gapirishingiz kerak, qanaqa gapirishingiz kerakligi. Hop, endi hozirgi o'rgangan narsamizni umumiy qilib mana bu yerda tayyorlab qo'yganman. Vaqtga solishtirib ko'ramiz. Tayyor bo'lsalaringizlar. Hop. Timer qo'yamiz. Ketdi. O'chirib tashlaymiz. Bizga 45 sekund kerak. Kichirtirib qo'yamiz buni har doimgidek. Buni ham kichirtirib qo'yamiz. Hop, ana. Amalga timer ko'rinadi adashmasam, buni bosib baqib o'tib olaveramiz keyin. Demak, ketdi. 45 sekundga boradimi, yo'qmi hozirgi o'rgangan narsamiz. In the first picture, a person is traveling by plane, which is usually faster and more comfortable for long distances. However, in the second picture, someone is traveling by train, which is slower but more relaxing because you can enjoy the view. Both pictures show people traveling, but the experiences are different. The plane is a great option when people need to travel abroad or save time for business or holidays. The train, on the other hand, is perfect for short trips inside the country where you can see nature and small towns. Personally, I would choose the train because I feel calmer when I see the landscape and talk with my friends. Overall, it's not only cheaper, but also more enjoyable than flying. Ko'rganlaringdek roppa rosa 45 sekundga 100% moslasa bo'lar ekan.
Hop, endi bunga chiqish uchun siz qiladigan ishingiz nima bo'lishi kerak? Qaytarib o'taman. Mana bu narsalarni 100% yodlab oling. Ya'ni in the first picture and the second picture, ya'ni qiladigan ishingiz similarities, differences, personal opinion, short conclusion. Mana shu 4 ta narsani, 5 ta narsani qiladigan bo'lsangiz, siz 45 sekund bemalol 100% gapirib turishingiz mumkin. Basic version boshida bo'ladi hammada. Undan keyin sizni basic versioningizga sal vaqtni cho'zish uchun however linking wordlarni, ya'ni connectorlarni qo'shishingiz kerak. Supporting detailni qo'shasiz. Supporting detail albatta example bo'lishi kerak. Mana bu yerda ko'rganingizdek example ham yo'q mana bu yerda basic versionda. Example albatta bo'lish kerak 45 sekund gapirishingiz uchun. Va oxirida feeling yoki mini conclusion chaqilib 4-chi yo'nalishni belgilab qo'yamiz. Xo'p, bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Qisqacha takrorlab o'taman. Multilevel speaking part 2 da siz ikkita rasmni tasvirlashingiz kerak. Rasmlar har doim bir-biriga aloqador narsa bo'ladi. Ofisda ishlash bilan uyda ishlash bo'lishi mumkin, yo masalan ko'chada o'ynash bilan uyda o'ynash, ya'ni playing video game'lar bo'lishi mumkin, uyda, ko'chada o'ynagan, ya'ni bularni hammasini siz mana shu strukturada xohlagan rasmingizni tasvirlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bugungi videomiz, bugungi darsimiz mana shu qisqacha shundan iborat edi. Qatnashgan hammaga rahmat. Tushundilaring deb o'ylayman. Qaytarib o'taman o'quvchilar, bu darslarni takrorlamaydigan bo'lsangiz, qayta videolarini ko'rib, nimani o'tdik o'zi, nima qildik degan narsani takrorlamaydigan bo'lsangiz, hech qachon rivojlanish bo'lmaydi speakingizda. Darsimiz tamom. Endi sizlarga har doim beradigan savolim, dars haqida fikringiz. O'zi tushunarli bo'ldimi dars, boshqa bo'ldimi? Agar savollaring bo'ladigan bo'lsa, mana qaranglar, men nimani yoqib qo'yganman, har bitta odamni gapirishini yoqib qo'yganman. Bemalol gapirib savol beraveringlar. Hozir so'rab olsalaring issig'ida uyalmasdan o'zlaring uchun yaxshi bo'ladi. Mana nimani yoqib qo'yapman, nimasini tushunmadilaring, ikkita nimamiz, mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha nimasini tushunmadilaring, bemalol savol berishlaring mumkin. Qaytini tushunmagan bo'lsalaring, maslagiy boshqatdan tushuntirib beraman. Kimdir halimda yozganday bo'ladi, nimani speakingni dars qilib o'tib berasizmi, nimadir qilib yo'g'ib qolibdi chatda, o'chirib tashlabdi shekilli. Ko'rmay qoldim. Agar bir yana yozsangiz o'sha fikringizni, o'qiyolganim yo'q edi hali. Xalaqit qilmasin deb darsimizga. Alyo, dars haqida fikrlang qanaqa? Bormi o'zi, yo'q fikr yo'qmi? Ya hamma qo'yordimi? Meni yoqib qo'yib, chatda yoqib qo'yganda eshityapman deb kompyuter o'ynab o'tiribsizlar. Hop, tushunmagan joylaring bo'lsa, nimani yoqib qo'yganman men. Nima deydi? Audioni yoqib. Hop, qanaqa savollar bor? Qanaqa har doim ikkinchi rasm, undan keyin 3 ta savoliga ham javob beramizmi? Ha, undan keyin 3 ta savoliga ham javob beramiz. 3 ta savol o'sha nimaga aloqador bo'ladi. Ya'ni o'shani yozmabman, ko'rsatib bermabman. Yaxshi. Uni endi ertaga o'tamiz, bo'lmasam men 2 ta 3 ta savol tashlab qo'yamanmi? Endi part bir-biriga o'xshagani uchun uni nima qilib o'tirmadim. Nima deydi? Yozib o'tirmadim. Travelingga aloqador bo'ladi. O'sha ikkita rasmga qana bo'ladigan bo'lsa, o'sha travelingga aloqador bo'ladi nimamiz ham. Beriladigan savollar ham. Hop, kim yozdi hali endi? Adashmasam abonent nedostupен yozishdi. Siz yozdingizmi?
nimani speaking dars o'tishmi nimadir deb o'chirib tashlab adashmasam. Hop, yana kimda qanaqa savollar bor? Hop. Har doim ikkita rasm, undan keyin 3 ta savolga ham javob beramiz. Ha, har doim shunaqa qilasiz. Mana. Ha, bunaqa bo'ladi. Hozir maslahat qo'yib beraman. Candidates preparing to receive the Certificate of English Language Proficiency. See some photo. Routine. Tell me about your routine. Mana vaqt ketyapti. Undan keyin 30 sekund davomida javob berasiz. Mana 3 ta savol beryapti-da. What's your favorite season of the year and why? Mana ikkita rasm. Mana xuddi mana shunaqa bo'ladi. 15 sekund vaqt beradi. Bunda 10 sekund vaqt bergandan keyin 15 sekund vaqt beradi. Necha sekund vaqt bersangiz bemalol tayyorlanishingiz mumkin. 10 sekund, 15 sekund umuman farqi. Va 45 sekund davomida gapirib turasiz bunga mana. 45 sekund davomida gapirib bo'lganingizdan keyin mana endi bunda nima bo'lyapti? Ikkita o'yin haqida gap ketyapti. O'yin haqida bittasi mana inside nimada xonani ichida PlayStation shunga o'xshagan o'yinlar o'ynash va tashqarida outdoor activity, ya'ni futbol o'ynab boshqa qilish. Aytishingiz mumkin, o'sha bunda ikkita bala nima qilib o'ynayapti, ichkarida o'ynash nimasi va tashqarida outdoor activity qilib o'sha toza havoda yugurish, endi foydalarini aytasiz, boshqa qilasiz. 45 sekund davomida gapirib bo'lganingizdan keyin mana endi savol beradi. Kamera o'chiqmi? Yaxshi aytib qolding. Ekran o'chiqding, ekran. Aytaman, qo'ymaysizlar, shuncha gapiryapman. Ko'rinyaptimi ekran? Ko'rinyapti adashmasam. Mana. Bo'ldi, yoqdim. Bitta sizda emas. Ketdi, mana sizga rasm beryapti. What do you see in these pictures? Ya'ni bu rasmlarda nimani ko'ryapsiz? 10 sekund, 15 sekund vaqt beradi. Qizig'i yo'q buni qancha berishini. Mana vaqt tugadida, siz gap 45 sekund davomida gapirdingiz, vaqt tugadi. Endi mana shunga mavzuga aloqador savol beradi. What are the advantages of playing outdoor games compared to video games? Ya'ni outdoor game'larda o'ynashda foydali taraflari nima o'sha video game o'ynashga qaraganda deyapti. What are the advantages of playing outdoor games compared to video games? Ko'rganingizdek 5 sekund vaqt mana tayyorlanishingizga va yana shunga 30 sekund davomida gapirib turishingiz kerak. Juda ham oddiy, sodda. Bitta savol. Ikkinchi savol. Why do some people prefer playing video games rather than outdoor games? Nima uchun ba'zi bir odamlar video game'lar o'ynashni yaxshi ko'rishadi, outdoor game'larga qaraganda 5 sekund vaqt va bunga yana 30 sekund davomida javob berishingiz kerak. Part 2. Tugadi. Ya'ni ikkita savol bilan tugatyapti-da, keyin part 2 ga o'tyapti. Part 2 da endi imkoni boricha juda kattaroq mavzu, uni ko'ramiz o'tish nimasini. Bu yo onlayn yo offlayn tarzda o'tamiz. Xo'p, tushundingmi endi qanaqa bo'lishini? Zo'r. Savollar.